Elitni domdan 88 kvadratli 3 xonali lyuks remont qilingan kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Bizlar hozir prixojka qismida turibmiz. Mana bu yerda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi, prixojka mebel o'rnatilgan, domofon, shitlari yevromontaj qilingan do'stlar. Kvartiramiz o'mni dom, alitsiya sistemasi bor. Bundan tashqari suv oqib qolsa agar hamma jumruqlari o'zi yopiladi. Bu yer esa bizlarda oshxona. Oshxonamiz ham juda ham chiroyli remont qilingan. Bundan tashqari o'tirib nonushta qilish uchun joy, stol qo'yilgan posudalari bilan birga. Parda qilingan gazli plita, vытяжка rakamlari bor do'stlar. Mana bu yerda esa bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Bu yer ham did bilan remont qilingan, polnoценный, to есть hamma xonasida oynasi bor. Kvartiramizning hujjatlari tayyor, bir kunda oferma qila olishingiz mumkin. Bundan tashqari dvухконтурный котел, теплый pol, aristonlar qilingan. Mana bu yer esa bizlarda mehmonxona bo'lyapti. Mana bu yerda bizlarda mehka zona qilingan, chiroyli qilib va teparog'ida o'tirib nonushta qilish uchun stol-stullar qo'yilgan. Televizor, konditsionerlar qilingan, TV zonada nima ham qo'yilgan, podstavka ham qo'yilgan do'stlar. Mana bu yerda esa bizlarda bolalar yotoqxonasida ham shifoner, krovat, o'tirib dars qiladigan joy, radiatorlar qilingan do'stlar. Kvartiramiz 88 kvadrat, qaytarib o'taman, Bog' Shamolda. Bog' Shamol City domida bo'lyapti. Bu yerda birinchi sanuzil, choy fabrikani joyida bo'lyapti. 11 qavatli domning 7-qavatda. Bu yerda esa bizlarda ikkinchi sanuzil joylashgan. Narxi qiziq bo'lsa agar narxini 109 ming deyaptilar, yana savdosi bor. Pastdagi nomer telefonlarga telefon qilinglar, arzonroq qilib olib beramiz. Kvartira qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin, ko'rishguncha.